Assalomu alaykum. Men Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti muhiti yo'nalishi 2-kurs talabasiman. Bugun biz Xorazm viloyati Xonqa tumanida joylashgan Olaja qishlog'i tarixi haqida nuroniylarimiz bilan suhbat olib boramiz. Olaja O'zbekistonning Xorazm viloyati Xonqa tumanida joylashgan qadimiy qishloqlardan biri hisoblanadi. Ushbu atamaning kelib chiqishi Dasht Qipchoq hududidan ko'chib kelgan Olacha yoki Olaja urug'i nomi bilan bog'liq. Asfandiyorxon davrida Nayman, Uyg'ur, Qo'ng'irot, Qiyot kabi o'zbek urug'lari Xivadan Hazarasovning xos minorasigacha bo'lgan hududlarga bo'lib joylashtirilgan. Ushbu urug'lar tarkibida esa Olaja urug'i ham bo'lgan. Qishloq aholisining ajdodlari aynan shu Olaja urug'iga borib taqaladi. Shu sababli hozirgi kunda ham mahalliy aholi Qipchoq lahjasida so'zlashadi. Assalomu alaykum. Avvalambor suhbatga rozilik bildirganingiz uchun sizga rahmat. O'zingizni tanishtirib o'tsangiz va bizga shu Olaja qishlog'i tarixi haqida ma'lumotlar bersangiz. Alaykum assalom. Men shu Xorazm viloyati Xonqa tumani oldin yanglar hozirgi Xonqa tuman Olaja qishlog'ida dunyoga keldim. Olaja qishlog'i tarixini qisman bilganligim uchun o'zim bilgancha javob berishga harakat qilaman. Bu Olaja qishlog'i tarixi bizi qo'limizdan manbalari qaraganda hech yerda aniq bir keltirilgan manba yo'q, yozilgan. Bunu 2003-yillarda Xorazm haqiqati gazetesinde işlerci, Karatesinde işlerci Şerpe Eşrava diyen ayol şugullandı, ulan kitabı çıkarılmadı. Ben bilişmişim. Ben bunları bilgence özüm bana məlum bir dövür, şu kısağa reislik kılıç, mevledikten yeni sebepli, yüzümde bulgan ben otları tayanıp, ispat kuruşum mümkün. Çünkü Xonqa ve Yağar tumanları oldu her bir alavida rayon bo'lgan. Şuna 61-yilda ko'rgan vaqtda men hozir Qaraqosh qishlog'ida 58-yilga 61-yilda yangi Xonqa rayonlari qo'shilgandan keyin bir Olaja qishlog'i bo'lib yurtila boshlangan. İkki rayon birleşgandan keyin Navoiy qishlog'ida yurtila boshlangan. Keyinchalik Müstakillik devreye kadar saklanıp kalan bu Navoiy qishlog'idir. Xorazm viloyati hokimligi 1992-27 yillarda 134-sonli viloyat oldin tumandan Navoiyga yurtilardi müstakillik davrida. Ayrim qishloqlarning nomlarini o'zlashtirish to'g'risidagi qarori bilan Navoiy qishlog'ining nomi Olaja qishlog'ida yuritila boshlandi. Ana shundan ta qishloq hozir nom bilan toki O'zbekiston Respublikasi mustaqil bo'lishi Navoiy qishlog'ida yuritildi. Qishloq hozir ham shular bilan yuritilar edi. Lekin amaldagi qonunlarga muvofiq qishloq sovet ijro komiteti amaldagi davlat hükümetler organlarining o'g'illari jamlangan Olaja qishlog'i tashkil etilgach, ya'ni 61-yildan keyin 90-yilgacha qadar rahbarlik qilgan rahbarlar, reislik qilgan rahbarlar ro'yxatga keltirilgan. Mustaqillik e'lon qilingandan keyin 1993-yildan O'zbekiston Respublikasining fuqarolarining o'zini boshqarish organlari to'g'risidagi qonunga muvofiq Olaja qishloq fuqarolar o'zini boshqarish organida yurtila boshladi Olaja qishlog'ida. Shuningdek, mahalliy aholi orasida qishloq nomining kelib chiqishi haqida rivoyat ham mavjud. Rivoyatga ko'ra, qadimda bu hududda jasoratli bir pahlavon yashagan. U xonlik yurishlarda jasorat ko'rsatganligi uchun unga olacha to'n kiydirilgan va xon tomonidan Olachali deb atalgan. Vaqt o'tishi bilan bu atama o'zgarib, Olaja nomi shakllangan. Tug'ilganman 1956-yilda shu yerda yashayman, ağzında pakalaman. Şu bize kışlakımızdan şu şiirin,
aydın hayat, düşündüğü mahallelere bölüngen. Kışlakta Navayxana, kışlak parknikelere, hemen esere işe tuttu, hemen esere bu. Halk memnun. Yaşaş şəraiti, turmuşu hemmesi yaxşı. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bunday tadqiqotlar yoshlar orasida tarixga bo'lgan qiziqishni yanada oshiradi, milliy o'zlikni anglashga xizmat qiladi va mahalliy tarixni chuqurroq o'rganishga undaydi. Ushbu suhbat orqali qishloqning o'tmishi va bugungi holati haqida muhim ma'lumotlarga ega bo'ldik. E'tiboringiz uchun rahmat.